hozir bloger. Ko'pchilik o'ylaydiki, Parizodani faqat estradaga o'ynaydi, zamonaviy qo'shiqlarga o'ynaydi deyishadi-ku, lekin bir narsani mubolag'asiz ayta olaman. Mana shu o'zimizni o'zbek raqs ustalari, ustozlari Mukarrama Turg'unboyevani hozirgi kundagi izdoshlari desam hech mubolag'a bo'lmaydi. Nega unaqa deyapman? Chunki Parizoda o'zimizni klassik qo'shiqlarga ham, munojotlari bormi, xalq qo'shiqlarimizga ham, xalq kuylariga, bastakorlarimizni kuylariga ham bemalol o'yna oladi. Lekin ko'proq biz uni haligi shu zamonaviy raqslarni ko'ramiz. Endi shu gap isboti bilan bitta munojotmi, bitta tanovvargami bir improvizatsiya qilib o'ynab bersangiz qanday bo'lar ekan? Ko'ramizmi? Maestro akam bo'lsa. Qo'llab turamiz.